Tefsiri Müyesser. Hud suresi. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Kafirlar bilen müminlerden ibaret bu iki firqaning biri kor bilen gasqa, yana biri ko'zi ko'radigan va quliqi anglaydigan odamga o'xshaydi. Chunki kafirlar firqasi haqiqatni ko'rmaydi, haqiqatning da'vatini anglamaydi. Ammo müminlar firqasi Allah'ның dalil pakitlarining hammasini ko'rdi. Haqiqatning da'vatini anglab, uni qabul qiladi. Bu ikki firqa bir-biriga o'xshamdi. Sizlar buningdan ibrat olmamsizlar. Aqlinglarni ishlatmamsizlar. Shubhisizki biz Nuhni o'z qavmiga payg'ambar qilib avatdik. Nuh ularga: "Men sizlarni Allohning azobidan ogohlantiruvchi va Alloh menga tushirgan amr farmonlarni sizlarga yetkazguchiman. Allah sizlarni soxta ma'budlarga cho'qinmaslikqa va Allohning o'ziga ibodat qilishga buyurdi. Agar sizlar ibodatni Allohga qilmasanglar, sizlarning oxiratda qattiq azobga kelishinglardan ansirayman" dedi. Nuh qavmining kafir katta boshlari: "Sen podshoh emas, faqatla bizdek bir inson. Biz turgan yerda qandoqlarcha sana vahiy keladi. Hamda sana oramizdagi cho'lti fikrlik past odamlardan boshqasining ergashmaganligini ko'ryapmiz. Ey Nuhga ergashganlar! Bizningcha sizlar bu dinga kirgan bilan bizdan ya mol dunyoda yoki boyashatchilikda eshib ketganinglar yo'q. Shunga biz sizlarni yolg'onchi deb o'ylaymiz" dedi. Nuh aytdi: "Ey qavmim, aytinglarchi, agar men sizlarni dinga da'vat qilishda Rabbim tarafidan kelgan aniq dalil pakitga asoslangan va payg'ambarlik ne'matiga erishgan bo'lsam, sizlar nodonliginglar sababli bu dalil pakitni bilmagan bo'lsanglar, sizlar bu dinni yomon ko'rib tursanglarmi, sizlarni uningga zo'rlash to'g'rimi? Biz hargiz undoq qilmaymiz. Sizlarning ishinglarni Allohga topshiramiz. Allah uni o'zi bir taraf qiladi. Ey qavmim, men sizlarga dinni yetkazganligimning badaliga sizlardan pul mol talab qilmayman. Lekin qilgan da'vatimning savobini Allohdan kutaman. Müminlarni yenimdan qo'g'ilib etish menga loyiq kelmaydi. Sheksizki ular qiyomat kuni Rabbiga uchrashadigan kishilardir. Lekin men sizlarni nodon qavm deb qarayman. Chunki sizlar Allohning do'stlarini yenimdan qo'g'ilib etishimni va o'zimdan yiroq qilishimni talab qilyapsizlar. Ey qavmim, agar men o müminlarni yenimdan qo'g'ilib etsam, Allah meni bu ishim uchun jazolasa, Allohning azobidan meni kim qutqiza oladi? Sizlar ishlarni obdan o'ylab boqmamsizlar. Agar shunday qilsanglar, sizlarga nimaning foydali va nimaning yaxshi ekanligini bilasizlar. Men sizlarga Allohning xazinalarini boshqaraman demayman. Men g'aybni bilmayman. Albatta men o'zimni farishtami demayman. Sizlar ko'zga ilmaydigan ashu müminlarga Allah sizlarning yaxshi amalinglarning mukofotini bermaydi demayman. Allah ularning dillardagini obdan biladi. Agar men shundoq desam, o chaqda men cho'qim o'zimga va boshqalarga zulm qilguvchilardan bo'lib qolaman. Ular: "Ey Nuh, sen biz bilan jidallashding. Jidallashgandimi ko'p jidallashib ketding. Agar sen degan so'zlaring rostchil bo'lsang, bizni qo'rqitayotgan shu azobni bir keltirib boqqana" dedi. Nuh qavmiga aytdi: "Agar Alloh xolisa, sizlarga o azobni albatta keltira oladi. Alloh sizlarni azoblamoqchi bo'lsa, sizlar uningdan hargiz qochib qutulolmaysizlar. Chunki Allohni hech kim ojiz qilolmaydi.
Men sizlarga nasihat qilmoqchi bo'lsam, Alloh sizlarni ozg'unliqinglarda qoldirmoqchi bo'lsa, u chaqda mening qilgan nasihatimning sizlarga foydasi bo'lmaydi. Alloh sizlarning eganglardir. Sizlar qilmishinglardan hisob berish uchun uning dargohiga qaytarilasizlar. Yoki Nuhning qavmidan bo'lgan oshu mushriklar bu so'zni Nuh o'zi to'qib chiqqan deyshandi. Ularga aytqinki, agar men o so'zni Alloh nomidan to'qib chiqqan bo'lsam, buning gunohi o'zimga bo'ladi. Agar mening aytqanlarim rost bo'lsa, u chaqda sizlar gunohkor bo'lasizlar. Sizlarning kofirliqinglar va qilmishinglar bilan mening hech bir munosabatim yo'q. Nuh alayhissalomning qavmi azobga tegishlik bo'lganda Alloh uningga mundoq vahiy qildi. Sheksizki sening qavming ichidan ilgari sang iymon etganlardan boshqa iymon etadiganlar chiqmaydi. Shunga sen ularning qilmishlaridan qayg'urmagin. Sen bizning ko'zatishimiz va bizning qo'g'dishimiz ostida bir kiyimi yasag'in. Sen mendan qavming ichidagi kofirlarga muhlat berishimni tilamagin. Chunki ular to'pon balosida halok bo'ladi. Nuh kiyimi yasavatdi. Onun qavmining katta boshlari qachonlar uning yenidan o'tsa, uni masxara qilishdi. Nuh ularga aytdi: Agar sizlar Allohning va'dasining haq ekanligini bilmaganlikdan bizni masxara qilsanglar, sheksizki sizlar ata to'pon balosida g'arq bo'lganda, bizmi sizlarni xuddi sizlar bizni masxara qilgandek masxara qilamiz. Allohning jazolash amri kelgan chaqda sizlar xor qilg'uchi qattiq azobning kimning ustiga keladiganligini, oxiratdagi doimiy azobning kimga tushadiganligini bilib qolasizlar. Tafsirim muyassar. Bir guruhi ulamolar nashrga tayyorlagan. Tarjima qilguvchi Muhammad Yusuf Muhammad Tursun. Muharrir Abdurrahim Davlat. Korrektor Abdul Aziz Aqhun. 2020 yili yanvar 1 nashri. Teklimakan Uyg'ur nashriyoti tarafidan nashr qilingan. Mikrofon oldida İmran Abdug'ani Sadai. Bu asar avlod detallarida tarqitildi.